Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi qonun chiqibdi, uylarni tortib olishar ekan degan gaplar odamlar orasida tez tarqalyapti. Kimdir kadastri yo'q uylarni buzishadi deyapti. Kimdir qarzing bo'lsa, uyingni olib qo'yishadi deyapti. Yana kimdir davlat xohlasa istalgan uyni tortib oladi deb vahima qilyapti. Men bugun mutaxassis sifatida buni oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. Qaysi holatda uy xavf ostida bo'ladi? Qaysi holatda hech kim sizning uyingizga tega olmaydi va hozirdan nimalarni tekshirib qo'yish kerak? Bu ma'lumot har bir xonadon egasiga, yer uchastkasi bor odamga, ipoteka olgan oilaga, eski hujjat bilan yashayotganlarga, meros qolgan uylarda yashayotganlarga, yangi qurilish qilganlarga bevosita tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Qayerga borasiz? Qaysi hujjatlarni tekshirasiz? Arizada nima yozasiz? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy tushuntirishlar ko'pchilikni katta xatodan saqlab qoladi. Avval ko'p odamlar uy masalasiga hech narsa bo'lmaydi deb qarardi. Masalan, otasidan qolgan uyda 20 yil yashaydi, lekin meros hujjatini rasmiylashtirmaydi. Yoki yerga bitta xona qo'shib quradi, lekin kadastrga kiritmaydi. Yoki qo'shnidan yerning bir qismini og'zaki kelishuv bilan oladi. Davrni suradi, ammo hujjatda baribir eski chegaralar turaveradi. Yana ko'p uchraydigan holat, uy sotib olinadi, pul beriladi, tilxat yoziladi. Lekin notarius orqali oldi sotdi qilinmaydi. Odamlar biz bir-birimizni taniymiz, mahalla biladi, hamma guvoh deb yuraverishadi. Endi esa davlat tizimlari tobora raqamlashtirilyapti. Kadastr, soliq, sud, ijro, bank, notarius, hokimlik qarorlari bo'yicha ma'lumotlar bir-biriga bog'lanib boryapti. Bu nimani anglatadi? Endi men shu uyda yashayapman degan gapning o'zi yetarli emas. Huquq kimning nomida? Yer uchastkasining maqsadi nima? Qurilish ruxsat bilan qilinganmi? Uy garovda turibdimi? Sud qarori bormi? Soliq yoki kredit qarzi bo'yicha ijro ishi ochilganmi? Ana shu savollarga hujjat bilan javob bo'lishi kerak. Eng muhimini tushunib oling. Qonun bo'yicha hech kim sizning qonuniy uyingizni ertalab kelib shunchaki bo'shat deb tortib ola olmaydi. Uy-joy daxlsizligi, mulk huquqi himoyasi bor. Lekin ayrim holatlarda uy bilan bog'liq xavf paydo bo'ladi. Bu xavf odatda 4 ta yo'nalishda bo'ladi. Birinchisi, uy yoki yer hujjatsiz yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, ikkinchisi, uy noqonuniy qurilgan bo'lsa, uchinchisi, qarz sababli sud va ijro jarayoni boshlangan bo'lsa, to'rtinchisi, hudud davlat yoki jamoat ehtiyoji uchun olinadigan bo'lsa. Har birini alohida tushuntiraman. Birinchi holat, kadastr hujjatlari yo'q yoki eski. Masalan, bir oilani olaylik. Toshkent viloyatida 6 sotix yerda 1999 yilda qurilgan uy bor. Uy boboning nomida bo'lgan. Bobo vafot etgan, keyin ota yashagan, ota ham vafot etgan. Hozir farzandlar yashayapti. Lekin meros hujjati ochilmagan, kadastr yangilanmagan. Soliq kimning nomida ekani ham aniq emas. Oilaning nazarida bu uy bizniki, chunki ular 30 yildan beri shu yerda. Ammo huquqiy tomondan qaralsa, mulk egasi vafot etgan shaxs nomida qolgan bo'lishi mumkin. Ertaga shu uyni sotmoqchi bo'lsa, garovga qo'ymoqchi bo'lsa, kompensatsiya olmoqchi bo'lsa yoki nizoli vaziyat chiqsa, muammo boshlanadi. Bu uy darrov tortib olinadi degani emas. Lekin huquqni rasmiylashtirmaslik katta xatodir. Chunki mulkni himoya qilish uchun avvalo siz mulkdor ekaningizni isbotlay olishingiz kerak. Meros bo'yicha notariusga murojaat qilinmagan bo'lsa, sud orqali meros qabul qilinganini tan oldirishga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa vaqt, xarajat asab degani. Ikkinchi holat, noqonuniy qurilish. Bu eng ko'p xavf tug'diradigan masala. Masalan, fuqaroning hujjatda 4 sotix yeri bor. U esa davorni surib amalda 5 sotix qilib olgan. Yoki hovlining oldidagi umumiy foydalanishdagi yo'lakka garaj chiqarib olgan. Yoki ko'p qavatli uyning birinchi qavatida yashab, old tarafga do'koncha, orqa tarafga xona qo'shgan. Bu yerda muammo shundaki, hujjatda ko'rsatilmagan maydonga qurilish qilish, ayniqsa umumiy foydalanishdagi yerga chiqish keyinchalik buzdirishga asos bo'lishi mumkin. Oddiy misol, fuqaro uyining yoniga 30 kvadrat metr oshxona qurdi. Usta chaqirdi, tom yopdi. Ichini ta'mirladi, marta million so'm sarfladi. Lekin qurilish ruxsatsiz bo'ldi, kadastrga kiritilmadi. Keyin qo'shni shikoyat qildi. Mening darazamni yopib qo'ydi, suv oqimi o'zgardi, yo'l toraydi. Tekshiruv keladi. Qurilish hujjati so'raladi. Hujjat bo'lmasa, sudga da'vo kiritilishi mumkin. Sud noqonuniy qurilmani bartaraf etish bo'yicha qaror chiqarsa, odam men pul sarflagandim deb qutulib qolmaydi. Chunki qonun oldindan ruxsat va loyiha talab qilgan bo'lsa,
uni bajarmaslikning oqibati bor. Uchinchi holat qarzlar. Bu yerda odamlar eng ko'p qo'rqadi. Kreditim bor, uyimni olib qo'yishadimi deb so'rashadi. Javob: har qanday qarz uchun darrov uy tortib olinmaydi. Jarayon bo'ladi. Qarz muddati o'tadi. Bank yoki kreditor talab qiladi. Keyin sudga murojaat qiladi. Sud qarori chiqadi, ijro ishi ochiladi. Agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, masalan, ipoteka krediti bo'yicha xavf ancha jiddiyroq. Chunki ipoteka degani uy kredit qaytarilishining ta'minoti sifatida garovda turibdi. Masalan, oila 500 million so'mlik xonadon oldi. 1 million boshlang'ich to'lov qildi. 400 million so'm ipoteka oldi. Dastlab 2 yil to'lab bordi, keyin daromad kamaydi, 8 oy to'lov qilinmadi. Bank ogohlantiradi, qarzdorlik hisoblanadi, jarima qo'shiladi. Agar kelishuv bo'lmasa, bank sudga chiqadi. Sud qaroridan keyin garovdagi uy auksionga chiqarilishi mumkin. Bu qonun shok, uylarni tortib olishadi degan gap emas. Bu garov majburiyatining huquqiy oqibati. Shuning uchun ipoteka olgan odam eng avvalo bank bilan aloqani uzmasligi kerak. Boshqa misol, odam 2 million so'm iste'mol krediti olgan, uy garovga qo'yilmagan. Qarzi borligi uchun yagona yashash joyini darrov olib qo'yish oson emas. Bu borada qonunchilikda himoya mexanizmlari bo'lishi mumkin. Lekin agar qarz katta bo'lsa, mulk ro'yxatga olinishi, hisob raqamlar bloklanishi, avtomobil yoki boshqa mol-mulkka qaratilishi mumkin. Agar uy garovda bo'lmasa ham. Atada sud va ijro tartiblari mavjud. Shu sababli garovda turibdimi yoki yo'qmi degan savol juda muhim. 4-holat davlat va jamoat ehtiyoji uchun yer olinishi. Ko'pchilik davlat xohlasa uyimni buzib tashlaydi deb o'ylaydi. Aslida qonuniy tartib bo'lishi kerak. Agar hudud yo'l, maktab, shifoxona, muhandislik tarmoqlari yoki boshqa jamoat ehtiyoji uchun olinadigan bo'lsa, mulkdor bilan kelishuv, baholash, kompensatsiya. Teng qiymatli uy yoki pul to'lov masalasi hal qilinishi kerak. Mulkdorning roziligisiz adolatli kompensatsiya oddiy chiqib ketdi deyish to'g'ri emas. Lekin bu yerda ham amaliy muammolar bo'ladi. Agar uy hujjatli bo'lsa, kadastrda maydoni to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, yer huquqi aniq bo'lsa, baholashda o'z haqingizni talab qilish osonroq. Agar uy hujjatsiz qo'shimcha qurilmalar bilan to'la bo'lsa, masalan, kadastrda kimlik kvadrat metr uy turibdi. Amalda esa minaqasi kvadrat metr bo'lsa, kompensatsiya hisobida bahs chiqadi. Mulkdor men minaqasi kvadrat metrda yashayapman deydi. Hujjat esa asl kvadrat metrni ko'rsatadi. Ana shunda odam o'z vaqtida kadastrni yangilamagani uchun qiynaladi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning uyingiz notarial tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsa, kadastr hujjatlari joyida bo'lsa, yer chegaralari kadastr xaritasiga mos bo'lsa, uy garovda bo'lmasa yoki garov bo'lsa ham to'lovlar vaqtida qilinayotgan bo'lsa, soliq va kommunal qarzlar bo'yicha jiddiy ijro ishlari bo'lmasa, noqonuniy qo'shimcha qurilish qilmagan bo'lsangiz, siz vahima qilishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ko'p odam hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin kadastrdan ko'chirma olganda boshqa manzara chiqadi. Birinchi nozik nuqta tilxat bilan uy sotib olish. Men buni eng xavfli holatlardan biri deb bilaman. Masalan, siz 300 million so'm berib uy oldingiz, sotuvchi sizga pulni oldim, uy endi sizniki deb tilxat yozib berdi. Siz ko'chib kirdingiz, ta'mir qildingiz, 5 yil yashadingiz. Lekin notariusda oldi sotib bo'lmagan. Huquqiy jihatdan uy hanuz sotuvchining nomida qolgan bo'lishi mumkin. Ertaga sotuvchi vafot etsa, uning merosxo'rlari chiqadi yoki sotuvchining qarzi bo'lsa, ijrochi uyga taqiq qo'yishi mumkin. Siz esa men pul berganman deb sudma-sud yurishingizga to'g'ri keladi. Tilxat pul o'tganini isbotlashi mumkin, lekin har doim ham mulk huquqini to'liq himoya qilmaydi. Ikkinchi nozik nuqta er-xotin roziligi. Uy nikoh davrida olingan bo'lsa, ko'pincha u umumiy mulk hisoblanadi. Masalan, uy erning nomida, lekin nikoh davrida olingan. Er uyini sotmoqchi bo'lsa, xotinning roziligi talab qilinishi mumkin. Aksincha, xotin nomida bo'lsa ham erning huquqi bo'lishi mumkin. Agar bunday roziliklar to'g'ri olinmagan bo'lsa, keyinchalik oldi-sotdi bitimi nizoga sabab bo'ladi. Sotib oluvchi ham xavfga tushadi. Sotuvchi ham. Uchinchi nozik nuqta meros. Odamlar men ota-onam bilan yashaganman, demak uy meniki deb o'ylaydi. Lekin merosda boshqa farzandlar, turmush o'rtoq, ota-ona kabi merosxo'rlar bo'lishi mumkin. Masalan, 3 aka-uka bor. Kichik o'g'il ota-onasi bilan uyda yashagan. Ota-onasiga qaragan. Ota-ona vafot etgandan keyin u uyni o'ziniki deb biladi. Lekin 2 aka ham meros ulushini talab qilishi mumkin. Agar kelishuv bo'lmasa, uy bo'linishi, kompensatsiya masalasi chiqishi, hatto sotuvga qo'yish talabi paydo bo'lishi mumkin.
Shuning uchun merosni vaqtida rasmiylashtirish juda muhim. 4-nozik nuqta: ko'p qavatli uylardagi umumiy mulk. Ba'zi odamlar potvalni, tomni zinapoy ostini yoki uy oldidagi yerni o'ziniki qilib oladi. Masalan, birinchi qavatdagi xonadon egasi derazasining oldini o'rab olib, bu mening hovlim deydi. Ammo ko'p qavatli uylarda umumiy foydalanish joylari barcha mulkdorlarga tegishli bo'lishi mumkin. Bunday joyga ruxsatsiz qurilish qilish keyinchalik katta nizoga olib keladi. Qo'shnilar shikoyat qilsa, tegishli organlar tekshiradi va buzdirish talabi qo'yilishi mumkin. 5-nozik nuqta: yer maqsadi. Hujjatda yer yakka tartibdagi uy-joy qurilishi uchun berilgan bo'lishi mumkin. Siz esa u yerda sex, ombor, do'kon yoki avtomoyka ochib yuborasiz yoki qishloq xo'jaligi yerda uy qurib olasiz. Yerning maqsadli foydalanilishi buzilsa, jarima, faoliyatni to'xtatish, ayrim holatlarda yer huquqiga oid nizolar kelib chiqishi mumkin. Yer meniki-ku. Xohlaganimni qilaman degan tushuncha noto'g'ri. Yerga egalik yoki foydalanish huquqi bor, lekin u huquqning chegaralari ham bor. 6-nozik nuqta: garov va taqiqni tekshirmasdan uy sotib olish. Uy arzon bo'lsa, odam shoshadi. Masalan, bozor narxi 7 million so'm bo'lgan uy 5 millionga taklif qilinyapti. Sotuvchi tez pul kerak deydi. Xaridor xursand bo'lib pulni tayyorlaydi. Lekin uyda bank garovi, sud taqiqi, ijro taqiqi yoki meros nizosi bo'lishi mumkin. Notariusda bu holatlar ko'rinishi kerak, lekin baribir xaridor oldindan kadastr ko'chirmasi, taqiq va garov ma'lumotlarni tekshirtirishi shart. Arzon narxning sababi ba'zan oddiy emas, xavfli bo'ladi. 7-nozik nuqta: ro'yxatda turish mulkdorlik bermaydi. Ba'zi odamlar men shu uyda propiskadaman, demak ulushim bor deydi. Yo'q, doim ham unday emas. Yashash joyi bo'yicha ro'yxatga qo'yilish mulk huquqi degani emas. Mulkdor boshqa, ro'yxatda turuvchi boshqa bo'lishi mumkin. Lekin ro'yxatda turuvchi shaxslarni chiqarish ham alohida tartib talab qiladi. Ayniqsa voyaga yetmagan bolalar bo'lsa, shuning uchun uy sotib olayotganda uyda kimlar ro'yxatda turibdi degan savol juda muhim. 8-nozik nuqta: voyaga yetmagan bolalar ulushi. Agar uyda bolaning ulushi bo'lsa yoki uy bolalari manfaatiga taalluqli bo'lsa, bitimlarda vasiylik va homiylik organi roziligi talab qilinishi mumkin. Masalan, ota-ona bolaga tegishli ulushli uyni sotmoqchi. Bunday holatda bolaning huquqi yomonlashmasligi kerak. Aks holda bitim keyinchalik haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Bu xaridor uchun ham, sotuvchi uchun ham katta xavf. Birinchi qadam: kadastr hujjatlaringizni tekshiring. Uy yoki yer bo'yicha kadastr pasporti, kadastr raqami, mulkdor nomi, maydon chegara, bino maydoni va manzil to'g'ri ko'rsatilganmi? Agar eski hujjat bo'lsa, yangilangan ko'chirma oling. Buni davlat xizmatlari markazi orqali yoki tegishli elektron xizmatlar orqali tekshirish mumkin. Agar hujjatdagi maydon bilan amaldagi maydon farq qilsa, darhol mutaxassis bilan maslahatlashing. Chunki bugun kichik ko'ringan farq ertaga kompensatsiya, sotuv yoki sudda katta muammo bo'ladi. Ikkinchi qadam: mulk kimning nomida ekanini aniqlang. Agar uy vafot etgan ota-ona, bobo yoki buvi nomida qolgan bo'lsa, merosni rasmiylashtirishni kechiktirmang. Notariusga boring. O'lim guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, kadastr hujjatlari, merosxo'rlarni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, notarius sizni sudga yo'naltirishi mumkin. Bunday vaziyatda men shu uyda yashab kelganman, kommunal to'lovlarni qilganman, ta'mir qilganman kabi dalillar kerak bo'ladi. 3-qadam: noqonuniy qo'shimcha qurilishlarni ko'zdan kechiring. Hovlida hujjatga kiritilmagan xonalar, garaj, do'kon, ustaxona, ombor, 2-qavat, tom yopma bormi? Agar bor bo'lsa, uni qonuniylashtirish imkoni bormi yoki yo'qmi aniqlang. Buning uchun tuman qurilish bo'limi, kadastr organlari, loyiha tashkilotlari bilan maslahatlashish kerak. Har bir qurilmani qonuniylashtirish mumkin degan kafolat yo'q. Ayniqsa qizil chiziqdan chiqqan, yo'lga ariqqa, umumiy hududga, qo'shni huquqiga zarar qiladigan qurilishlar xavfli. 4-qadam: garov va taqiqlarni tekshiring. Uy sotib olmoqchi bo'lsangiz, hech qachon faqat sotuvchining gapiga ishonmang. Notariusgacha borishdan oldin kadastr ko'chirmasini ko'ring. Uy bank garovida emasmi? Sud taqiqi yo'qmi? Ijro byurosi tomonidan taqiq qo'yilmaganmi? Soliq yoki boshqa qarzlar sababli cheklov yo'qmi? Agar sotuvchi hammasi yaxshi desa ham, hujjat bilan tekshiring. Uy sotib olishda eng xavfli xato pulni oldindan berib yuborish. 5-qadam: qarzingiz bo'lsa yashirinmang. Agar ipoteka yoki katta kredit bo'yicha to'lov qiyinlashgan bo'lsa, bankdan qochmang. Bankka yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozishingiz mumkin:
Oilaviy daromadim vaqtincha kamaygani sababli kredit to'lovlarini belgilangan muddatda amalga oshirishda qiyinchilik yuzaga keldi. Kredit shartlarini qayta ko'rib chiqish, muddatini uzaytirish, imtiyozli davr berish yoki restrukturizatsiya qilishni so'rayman. Arizaga daromad kamayganini tasdiqlovchi hujjat, ish joyidan ma'lumotnoma, kasallik bo'lsa tibbiy hujjat, oilaviy holat bo'yicha ma'lumotlarni ilova qiling. Eng yomon yo'l telefonni o'chirish, xatlarni olmaslik, sud chaqiruviga bormaslik. 6-qadam, davlat ehtiyoji uchun buzilish xabari kelsa, og'zaki gap bilan cheklanmang. Sizga kimdir uyingiz buziladi desa, rasmiy hujjat so'rang. Qaysi qaror asosida? Qaysi tashkilot mas'ul? Baholash kim tomonidan qilinadi? Kompensatsiya turi qanday? Pulmi, boshqa uymi, yer uchastkasimi? Sizdan imzo qo'yishni so'rashsa, o'qimasdan imzo qo'ymang. Baholash summasi bozor qiymatidan past bo'lsa, mustaqil baholovchiga murojaat qiling. Kelishuv tuzilmasdan, kompensatsiya masalasi aniq hal bo'lmasdan ko'chib chiqishga shoshilmang. 7-qadam. Uy sotib olayotganda to'liq tekshiruv ro'yxatini tuzing. Mulkdor pasporti, nikoh olati, er-xotin roziligi, kadastr hujjati, qarzdorliklar, garov va taqiq, ro'yxatda turgan shaxslar, voyaga yetmaganlar masalasi, meros nizosi. Qo'shnilar bilan chegara nizosi. Bularning hammasini tekshirish kerak. Agar uy yangi qurilgan bo'lsa, foydalanishga qabul qilish hujjatlari va quruvchi tashkilotning huquqiy holatini ham ko'ring. 8-qadam. Barcha kelishuvlarni yozma qiling. Qo'shni bilan davr masalasi, ulushdoshlar bilan foydalanish tartibi, merosxo'rlar bilan kelishuv, bank bilan to'lov grafiga hammasi yozma shaklda bo'lsin. Og'zaki kelishuv bugun ishlaydi. Ertaga odam fikridan qaytsa yoki vafot etsa isbotlash qiyin bo'ladi. 9-qadam. Hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Kadastr pasporti, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, bank garoviy shartnomasi, ipoteka shartnomasi, kommunal to'lovlar, soliq to'lovlari. Qurilish ruxsatlari, loyiha hujjatlari, bularning nusxalarini saqlang. Elektron nusxa qilib telefon yoki bulutli xotirada ham saqlab qo'ying. Ko'p odam muammo chiqqanda hujjat qidirib sarson bo'ladi. 10-qadam. Shubhali vaziyatda mutaxassisga murojaat qiling. Notarius, advokat, kadastr mutaxassisi, baholovchi har birining vazifasi alohida. Internetdagi mish-mish yoki qo'shnining gapi bilan qaror qilmang. Ayniqsa uy sotish, sotib olish, meros, ipoteka, buzilish, sud xati, ijro xati kelganda vaqtni bo'y bermang. Huquqiy masalada bir hafta kechikish ba'zan bir necha yil sudlashishga olib keladi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, uylarni tortib olishadi degan gapni eshitib darrov vahima qilish kerak emas. Qonuniy uyingiz bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, qarz va garov masalalarini tartibli yuritsangiz, sizning mulkingiz himoya ostida bo'ladi. Lekin hujjatsiz uy, ruxsatsiz qurilish, tilxat bilan olingan mulk, meros rasmiylashtirilmagan xonadon, ipoteka qarzi, garov va taqiq bor uy, bularning hammasi real xavf tug'diradi. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring. Kadastr ko'chirmasini oling. Uy kimning nomida ekanini ko'ring. Agar meros masalasi bo'lsa, notariusga boring. Agar qo'shimcha qurilish bo'lsa, qonuniylashtirish imkonini tekshiring. Agar kredit to'lovida muammo bo'lsa, bankka yozma murojaat qiling. Agar buzilish yoki kompensatsiya haqida gap bo'lsa, rasmiy hujjatsiz hech narsaga imzo qo'ymang. Sizning uyingiz bu faqat devor va tom emas. Bu oilangiz xavfsizligi, bolalaringiz kelajagi, yillar davomida qilgan mehnatingiz natijasi. Shuning uchun mulk huquqiga beparvo qarash mumkin emas. Izohlarda yozing. Sizda kadastr, meros, ipoteka yoki buzilish bo'yicha qanday savol bor? Qaysi holat sizni ko'proq xavotirga solyapti? Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun bir oilani uyidan, pulidan va asabidan asrab qolishi mumkin.